Həri uvusidagi bola hərilərning dunyoga kelishi uchun ko'nakning issiqlik darajasi 35 Selsiya gradus bo'lishi kerak. Agar issiqlik darajasi 30 Selsiya gradusga tushib qolsa, butun to'ralmalar o'ladi. Agar 40 Selsiya gradusga o'rlab ketsa, yo o'lim yoki meyibliq kelib chiqadi. Shundoq, ko'nakning issiqlik darajasi dal 35 Selsiya gradus bo'lishi kerak. Undaqda bu issiqlik darajasi tövellab qoladigan yoki o'rlab ketadigan ahvol qat'iy yuz bermamdi. Albatta tövellaydi va o'rlaydi. Lekin asal harilari buning muamolini topgan. Agar issiqlik 30 Selsiya gradusga tushib qolsa, ona harilar ko'naklarning ustida harakat qilib, issiqlikning 35 Selsiya gradusga chiqishini kapolatga ega qiladi va ko'nakka nisbatan bir o'choqning rolini o'taydi. Agar issiqlik 40 Selsiya gradusga o'rlab ketsa, bu chog'da ular to'xtamay qanotlarini qiqib, ko'nakni salqillatib, bir shamoldurg'uchning rolini o'taydi. Endi bu mahoratni tasaddibilikqa havola qiladigan kishidan qayta so'raymiz. Birinchi, harilar ko'nakning issiqlik darajasining 35 Selsiya gradus bo'lishi kerakligini nadin biladi? Mushu ma'lumotlarni anglaganga qadar haqiqatan buni sizmi bilmaydingiz? Maxluqotning eng aqllisi bo'lgan inson bilmagan bir ishni bir hasharat nadin bilalaydi? Ikkinchi, bo'pti, biladi deb turayli. Undaqda issiqlik darajasi tövellab qolganda ko'nakning ustida harakat qilib, ko'nakni isitish texnikasini ular nadin o'rgangandi? Uchinchi, yoki issiqlik darajasi o'rlab ketganda qanotlarini qiqib, ko'nakni salqillatishni ularga kim o'rgatgandi? To'rtinchi, eng avval harilarning issiqlik o'lchash asbobi bormi? Agar bo'lmasa, amaliyot to'g'ri yo'q. Chunki biz hozirga qadar termometrlik bira hari ko'rib boqmadik. Ular issiqlikni qandoq o'lchaydi? 5. Bola harilarning hayot qilishi ularga nisbatan nemishqa shunchavala muhim? Bola harilar bilan ovora bo'lishining o'rniga nemishqa 1-2 haftadan keyin ayriladigan bu dunyodan huzurlanishning ko'yida bo'lmaydi? Ularni xuddi vazifa topshirilgan bir askar kabi ishligili solidig'ini kim?